Assalomu alaykum azizlar. Biz Aziastar haqida juda ko'p gapirdik shu kunlarda. Albatta sizlarga va'da qilgan 3 ta Aziastarimiz yetib kelgan. Hozirda Toshkent shahrida tamojniy skladda turibdi. Xudo xolasa nasib qilsa akajonlar, bemalol kelib mashinalarimizni xarid qilishingiz mumkin. O'zi ikkita baxtli insonimiz mashina sohibiga aylandilar. Albatta bitta Aziastarimiz o'zi puli to'langan 100%, ikkinchisiniki zaloga olingan, uchinchisi hozircha pustoy, bo'sh. Bemalol ekraningizdagi ushbu raqamlar orqali biza bilan bog'lanishligingiz mumkin. Aziastarlarimizni egasiga aylanishligingiz mumkin azizlar. Endi kamerani olib kelasiz, Aziastarimiz haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. 208 litrli turbina motor, dizel albatta motor bilan jihozlangan ushbu avtomobilimizni ot kuchi juda ham katta azizlar. Shu bilan birgalikda ko'rayotganinglarda motor korobkalari ham juda yaxshi ishlangan. Korobkamiz 6 bosqichli hisoblanadi. Bemalol ishlarni ko'rib o'tib ketishingiz mumkin. Albatta 100% texnik mutaxassis bo'lmaganligim sababli buni ichida boyaga nimalar bor ekanligini hammasini 100% aytib bera olmayman, lekin elektronik gidravlika, rul, ABS sistemalari hammasi eng yangi Euro 6 standartlariga mutlaqo javob beradigan. Albatta bunga jihozlar qo'yilib o'tilgan. Xo'p, baloniga keladigan bo'lsak, mashinamizni oldi yakka balon, orqasi qo'sh balon hisoblanadi. Balonimizning razmerlari 195 ga 75 R16 bo'ladi azizlar. Shu bilan birgalikda mashinamiz albatta makoylari ham o'zgacha ko'rinishga ega. Bu yerda 208 turbina motor yozuvlari, eshigini ochilishlariga keladigan bo'lsak, bularniki boshqa jak mashinalariga o'xshab oldida bitta, bu yerga bitta bo'lmaydi. VIP klass, biznes klass bo'lganligi sababli oldida bitta eshigi bo'ladi. Xuddi oldingi avtobuslardaqa ochiladi. Mana shunday chiqib kelinadi azizlar. Mashinamizning ichini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Albatta katta monitorimiz, albatta katta monitorimiz anaqa uchun yo'lovchilar uchun mo'ljallangan. Yo'da haydovchi uchun alohida monitorimiz, zadniy kameralari, parktroniklari uchun mo'ljallangan. Bu yerda konditsioner sistemalarimiz, yig'ishli sistemalarimiz, avariyamiz, hop, 6 bosqichli skorsimiz, bu yerda knopkalarimiz hammasi mavjud. Qulayliklar albatta juda ko'p mashinamizda azizlar. Haydovchini o'rindig'iga keladigan bo'lsak, haydovchini o'rindig'i yozni issiq kunlarda terlatib yormaydigan, albatta chiroyli matolarimizdan ishlangan, o'zgacha yumshoqqina. Rushnoyimiz ham shundoq qo'limizni oldida hisoblanadi. Orqaga oldinga bilan o'ynatish hammasi qo'lda. Rushnoy. Xo'p, buni sidenamizni tepaga pastga qilishingiz mumkin. Multimedia rolimizda endi multimediani boshqarish tugmalarimiz ham mavjud azizlar. Bu yerda ko'plab funksiyalari bor. Eshikni ochib yopish tugmalari, svetni yoqish tugmalari, hamma narsasi bor bu yerda azizlar. Bu yoqda bo'lsa, hujjatlaringizni solib qo'yish uchun mana shunaqa joylari. Xo'p. Bu yerda alohida o'zini mikrofonlari chiqadi. Mikrofonlarni ham azizlar originallarini qo'yishgan. Tunokini bitta klientimiz so'raganda, endi mikrofon olishimiz kerak ekan, bunga bitta degandi. Ichini ochib qaramagandik, mikrofonlari bor. Hamma narsasi tayyor mashinamiz 100%. Даже mikrofonni batareyalarigacha qo'yib qo'yishgan azizlar mashinamizga qarang. Mikrofon nima bunaqa narsalari, переходниклari o'zini kichkina hamma narsasi mavjud. Mana alohida mikrofonni o'zi distansionniy hisoblanadi, tushunarli emas, bemalol hamma joyda gapirib o'tishlaringiz mumkin mikrofonlarimizda. Turizm uchun mana shu narsa juda kerak bo'ladigan narsa ekan. Endi shunaqa deyishdi akalarimiz. Iloji boricha qo'ldan kelguncha to'liqroq obzor qilib berishga harakat qilamiz. Azizlarimizni videomizni oxirigacha ko'rib, albatta hali ham bosmagan bo'lsangiz, bitta layklarni bosib, bizani qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Azizlarimizga qiziqib, qidirib yurgan akalarimizga ushbu videoni jo'natib qo'yishni unutmang azizlar. Kanalimizga obuna bo'ling. Minivan City har doim sizlarga eng yaxshilarini, eng yangilarini, minivan mikroavtobuslarni chiqarishda davom qiladi.
USB portlari har bitta sidenka uchun, har bitta inson uchun alohida joylashtirib o'tilgan. Alohida panorama tomlari, svet chiroqlari juda chiroyli tarzda yonadi. Har bitta o'rindiq uchun alohida deflektorlari konditsioner pechka uchun ishlab beradi. Sumkalarni qo'yish uchun alohida joylar bu yoqda. Mashinamiz juda keng, komfortli qilib ishlangan biznes klass. Sidenalari ham albatta uzoq safarlarga umuman charchatmaydi odamni. Bu yoqda qo'lni qo'yib bemalol ketsanglar bo'ladi. Qo'l qo'yib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, bu knopkani bossangiz sidenamiz mana shu darajagacha yotadi azizlar. Bemalol uzoq safarlarga yotib, charchoqni chiqarib ketishingiz mumkin. Bu yerda ushlaydigan joylar alohida har bitta sidenada mavjud. Xo'p, yana nimalarni gapirib o'tsak bo'ladi? Mashinamiz haqida juda ko'p gapirib o'tsak bo'ladi. Hozircha asosiy qismlarini ko'rsatamiz yana azizlar. Bugun to'liq video olaman deb kelgandim, o'zi niyat. Lekin zaryadkamiz o'tirib qoldi. Kuni bo'yi ko'chada yurganligimiz sababli. Endi orqasini ko'rsatib o'tmoqchiman sizlarga. Orqa bagajdagi joylarimiz VIP yozuvlari alohida ko'rsatib o'tib ketasiz. Buni ko'pchilik so'raydi, ko'pchilik biladi nima ekanligini. Bu mashinamizda mavjud azizlar. Porchkalari orqa uchun. Orqa bagajiga keladigan bo'lsak, juda keng orqa bagajimiz. Hamma yuklar, sumka bemalol sig'ib ketaveradi. Объемini точно bilmayman, necha kub santimetr ekanligini bilmayman, lekin juda keng. Albatta videoda ko'rayotganinglardek bagajimiz. Eurays albatta yozuvlari. Mashinamiz ko'pchilikka ma'lum, ne только Aziyastar, balki Yevroaziya deb ham yuritiladi azizlar. Emblemalari ham juda o'zgacha qilib ishlangan. Juda ajoyib yozuvlarni ko'rsatishimiz mumkin. Xullas, Aziyastarimizni funksiyalari juda ko'p. Gapiramiz desak, videomiz juda cho'zilib ketadi azizlar. Bemalol o'zingiz keling, tashrif buyuring, o'zga mashinani bevosita o'zimiz ko'rsatamiz. Hamma joyi bilan tanishtirib o'tamiz bir chekkadan. Kelsanglar, ekrandagi ushbu raqamlar orqali biz bilan bog'laninglar. Bemalol kelib, mana shu mashinani bevosita o'zimdan xarid qilishingiz mumkin. Bu videomiz Minivan City uchun maxsus olindi. Albatta, layklarni hali bosmagan bo'lsangiz, mana shunaqa mashinamiz uchun bitta layklarni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang azizlar. Minivan City sizga har doim eng yaxshilarini, mikroavtobus minivanlarni taqdim qiladi. Ushbu mikroavtobus minivanlarimizni izlab qidirib yurgan tanishlaringizga videoni ulashib qo'yishni unutmang. Albatta, Minivan City har doim siz bilan.